xolam bitta narsa aytganlar. Menga qiz topilguncha 1 yil vaqt ketgan. Akam bilan men to'yim qo'shaloq bo'lish kerak bo'lgan. Akamga 3,5 oy 4 oyda topilgan. Menga qidirilgan. Bormagan joyimiz qolmagan. Mana shunda daftarimiz, spiskamiz bo'lardi. Har kuni bitta joyga borardik. 7 oy qidirganmiz, topilmagan. Keyin xolam bitta narsa aytganlar, bitta narsani aytasan ixlos bilan aniq topiladi deganlar. Hayron bo'lganman endi. 7 oy topilmagan narsa qanaqa aniq topiladi? Bitta oila moshinaga muhtoj bo'lib yurgan ekan. Xolam ularga ham aytganlar shu narsani. Ular ro'za oyida ro'zani birinchi kundan aytishni boshlashgan. Ro'zani oxirgi kunda tugagan. O'sha 40 ming marta bo'lgan. Hayit kuni tanimaydigan, bilmaydigan odam kelib bitta mashina shunday podarka qilib ketgandi. Xolam bu narsani aytganlaridan keyin men ham aytishni boshladim. Ixlos bilan 40 ming marta aytganman, sirazi topilgan. Agar shu 1 oy ichida menga ham qiz topilmasa, akam o'zlari uylanib ketadilar. Men keyingi yil uylanishimga to'g'ri kelardi. Bitta tanishimni ko'rib qoldim, birga ishlardik oldin. Iftorligiga bordim. Uzoqdan chaqirib oldilar, "Aka" deb, keyin borib ko'rishdik, bitta stolda o'tirdik. "Aka, sizni qidirib yurdim. To'yimga borasiz" dedim. Xursand bo'lib gapiryapti. "Shu to'yga siz sababchisiz" dedilar. "Nimaga unaqa deyapsiz? Siz menga maslahat berdingiz, o'sha paytda qiz qidirib yurganimda, topilmayapti deganimda, xolamni menga shunaqa narsa aytuvdilar deb menga aytuvdingiz. O'sha narsani men 40 ming 10 marta aytdim. O'sha ayt bo'lishi bilan topildi. To'ylar ham, boshlansalar ham tez bo'lib ketdi. Ko'pchilik domlalar ham aytishadi. Bu 40 ming marta deyotgan narsam istig'for aka. Bu narsani qarzi bor, ishi yurishmayotgan, uylanmoqchi bo'lib yurgan odamni ko'rishni xohlayman.